Mo'minda aqli Robbisini tanishlikka yetayladi, demak bu katta narsa bo'ldi. Endi kofirning aqli Robbisini tanishlikka yetaylamadimi? Bu inson aqlini ishlatgani yo'q. Chunki birodarlar, 10 ta diplomi bo'lsin, har qancha uchun stipeni bo'lsin, agar bu inson Allohni tanimagan bo'lsa, bu odam johil deyiladi. Chunki bu aqlni birinchi ishi Allohni tanitish edi egasiga. Qildimi shuni? Qilmadi, demak bu odam johil bo'ladi. Ilm bu birodarlar ulug' martaba, ulug' daraja, ulug' maqom. Mana shu odamlarning orasida eng kuchli kim hisoblanadi? Ilmli odam hisoblanadi. Yer yuzidagi eng kuchli maxluq kim? Inson. Nimasi bilan kuchli u? Bilagidagi kuchi bilan kuchlimi? Yo'q. Chunki hayvonlarda shunday turlari bor, inson hech qachon kuchi yetmaydi unga. Ammo nimasi bilan inson ulardan kuchli bo'lib turibdi? Mana shu aqli bilan, mana shu ilmi bilan. Ilmiy kashfiyotlar qilinadi olimlar tomonidan. Mana shu kashfiyotlar insonga g'ayri oddiy kuchlarni beryapti. Birodarlar, yuzlagan tonna narsani ko'taradigan quvvatimiz bor, bilasizlarmi? Bilagimizni quvvati bilan ko'taryapmizmi uni? Aqlimizni quvvati bilan ko'taryapmiz. Qon tomiriga ishlanganini kirgizib, yuragini ichiga borib turib davolab chiqyapti hali ishlangan. Bilagida quvvati bilan davolayapmizmi bir-birimizni? Yo'q, aqlimizni quvvati bilan. Demak, odamlarning orasida eng kuchli odam kim ekan? Olimlar ekan. Olimlar. Alloh taolo odam bolasiga dunyoda bir nasiba bergan, ulush bergan. Masalan, bir odamni faloncha puli bor, falonchidan falonchi boyligi kattaroq. Shunga o'xshagan so'zlarni eshitib qolamiz. Boylik ham nasiba ulush. Kuch-quvvat ham nasiba ulush. Masalan, falon davlat faloncha maydonga hukmronlik qiladi deymiz. Yoki falon davlatning faloncha quroli bor deb aytamiz. Falonchini puli moncha, falonchini kuchi moncha deb aytamiz. Biz odamlar birimizni ikkinchimizdan qadrimiz balandligini yoki pastligini o'lchaydigan o'zimizni tuzib olgan o'lchovlarimiz bor. Qaytarib aytaman. Odamlarning o'rtasida birini ikkinchisidan qadrini past yoki balandligini o'lchaydigan o'zlari tuzib olgan o'lchovlari bor. Bir odamni ikkinchi odamdan past balandligi nima bilan o'lchaymiz? Sananglar. To'g'ri, pul. Kuch-quvvat. Mansab. Nasl. Bu siz bilan biz odamlar birimiz ikkinchimizga baho berayotgandagi o'lchovlar. Pul, mansab, quvvat, nasl. Ammo bilasizlarmi? Alloh azza va jalla bir bandani ikkinchi bandadan, mu'minlarni afzal sanayotganda, bir mu'minni ikkinchi mu'mindan afzalligini belgilayotganda, biz aytayotgan bu o'lchovlardan birontasini ishlatgan emas. Allohning nazdida bir mu'min ikkinchi mu'mindan nimasi bilan afzal bo'ladi? Alloh taolo ilmni aytdi. O'zi taqvo ham kimda bo'ladi, birodarlar? Ilmli odamda bo'ladi. Allohni tanigan odam ilmli deyiladi. Allohni tanimagan odam qayoqdan taqvoli bo'lsin? Astagfiru billah. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Yoki kechalari sajda qilgan va qiyomat tik turgan holda toat ibodat qiluvchi, oxiratdan qo'rqadigan va Parvardigorining rahmat marhamatidan umid qiladigan kishi bilan kufr isyonga g'arq bo'lgan kimsa barobar bo'lurmi? Ayting, biladigan zotlar bilan bilmaydigan kimsalar barobar bo'lurmi? Dar haqiqat faqat aql egalariga pand nasihat olurlar. Iymon berilganlarning ichida Alloh taolo kimni maqtayapti? Ilm berilganlar. Bilganlar bilan bilmaganlar teng bo'ladimi deyapti. Biz musulmonlar, musulmon sifatida uchovimiz iymonlimiz, biz ham iymon, ilmi, taqvosi. Ilmli ro'parasidagi odam sizdan, demak uni darajasi baland.
Chunki Alloh taolo bilgan zotlar bilan bilmagan kimsalar teng bo'ladimi deyapti. Teng bo'lmaydi. O'qib nima olardik? Bor, undan ko'ra mana ishni qil degan gaplar bo'lar edi. O'qsin. Alloh xohlamadi. Nimani xohlamadi? Mol va davlat odamlarni qadr qiymatini belgilovchi o'lchov bo'lishini xohlamadi. Qaytaramiz. Mol va davlat bir odamni ikkinchi odamdan afzalligini belgilaydigan o'lchov bo'lishini Robbimiz xohlamadi. Ammo biz xohladik. Badavlatroq, davlatmandroq odam oldida sal boshqacharoq tutadi. Qo'lida puli yo'q odamlar. Endi shu qo'lida puli yo'q odam, o'zidan ham puli yo'q odam oldi, yana boshqa tutadi o'zini. Avvalgi darslarimizda aytdik, hukumalar aytadi, diqqat qilinglar. Ro'barangda turgan odamni faqat boyligi uchun hurmat qilayotgan bo'lsang, diningni yarmi ketdi. Boy bo'lsangiz, bu sizga sinov. Bular kambag'al bo'lsa, bu ham ularga sinov. Sizning yelkangizga og'irroq sinov qo'yildi. Bulardan ko'ra. Shu davlatini Alloh rozi bo'lgan yo'lda sarflayotgan bo'lsa, nur ustiga nur. Hurmat qilamiz bunaqa boyni. Dunyosi qo'lida ekan deb aytamiz.